Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun mana Xudo xolasa bugun 20-mart. O'tgan videoda bir adashib Sohibjon akaning videosida aprelda borgan ekanman. Shunaqa kommentariyalar keldi. Azbi kelajakdan gapiryapsiz. Amerika bir oy oldiga o'tib ketdimi? Yo'q. Amerika haligacha O'zbekistondan 12 soat atrofida, 10 soat qaysi joyda, 13 soat orqada. Tak что O'zbekiston oldinda. Bu orada Xudo xolasa 3, 4, 5 mayda green card kutib o'tirganlarga alohida gapirib o'tay. Sizlarga Alloh nasib qilsa mana shu hozir ro'za Ramazonlarda duo qilamiz. Inshaalloh yutib Amerikaga qancha bo'lsa shuncha o'zbek kelishini tarafdoriman. Chunki ispanlar, xitoylar, boshqa millatlar haligi har xil joylardan odamlar bo'lganligi uchun lutchi bizani o'zbeklarimiz kelgani yaxshi. Hammalarga yaxshi niyat tilab, green kartalar yutib Amerikaga kelishlik nasib qilsin. Hozir biz Brighton territoriyasidamiz. Coney Island deyiladi. Mana bu haligi nimalar bor, kachelilar bor, anaqalar. Shu orada ukamiz bor, Oybek degan. Oldin video qilganman. Bu bola student bo'lib kelgansan, Oybekjon. Oldin va alaykum assalom Oybek. Qalay ishlar endi? Charchamasdan kamera sal nima bo'lib qoldi, uzoqlashtiramiz sal. Oybekjon, mashinalar qulluq bo'lsin endi. Mana mashina olgan Ford C-Max 6 oy bo'ldi o'sha olganingga. Nima ishlardasan endi? Oldin bir gaplashganimizda kafeda ofitsiant haligi bo'lib ishlarding, to'g'rimi? Ko'chaga chiqib ketdim. Ha, Durda shunaqa ishladasan, dastavka. Hozir Instakartdasan, bilganim. Durdadan ko'ra yaxshiroq Instakartdan hozir. Sal ovozingni chiqarsang, bizni podpischilar eshitmay qolmasin. Sal balandroq gaplashamiz. Ertalabki hozir ertalabga o'tirib spokойно qanaqa. Hozir Instakartda ishlayapman. Nisbatan почти 2 barobar, 3 barobar ko'p restorandan. Pul topishingiz yaxshi. Pul topish yaxshi va freedom bor, ya'ni ozodlik kelgan. O'zingga xo'jayin, o'zingga beksan. Schedule yo'q, bir vaqtda bor, bir vaqtda kelish kerak degan. Tez borib olgan. Xohlagan payt borib, xohlagan payt ishlanadi, to'g'ri. Dordashdan yaxshiligi doim mashinani yurish ham shart emas. Ham jismoniy harakat bor u ishda. Bozorlik qilib olib berish. Do'kon ichida yurasiz, qimirlaysiz, olib chiqasiz, doimiy fizik harakat bo'ladi. Ham mashinadan o'tirib qolib u sog'liqqa ham ziyoni yo'q. Bo'ldi. Biz значит sport aralash ish deylik, mana shunaqasi. Как раз studentlarning ishi, to'g'rimi? Oybek, agar sir bo'lmasa, mana podpischilar baribir so'raydi, bu bola nechta pul topadi deydi. Topadigan puling. Konkretniy summa. Bir oyda yo mana bunaqa deylik, bir kunda bir oyda qancha pul topishing haqida. Bir kunda nechta pul topishing mumkin bu ishingda? O'zingizdan bilasiz, bu ishda doim bitta narsa aytib bo'lmaydi. Ba'zida juda so'rab ketadi, ba'zida umuman bo'lib qoladi. Eng kam topgan puling? Eng kam kuni chapga kiramiz mana shu yerdan. Eng kam kuni, ya'ni bu hafta davomida deyiladi. Bizda hafta oxirida, tamom shu kunlar ish zo'r bo'ladi. Bu kunlar hafta oxirida 400 dan 500 gacha topsa bo'ladi kuniga. Bir kunda 400-500 dollar topish mumkin. Hafta oxirlarida. Hafta oxiri, shanba, yakshanba kunlari. Hatto juma kunlari ham ba'zida o'rtacha masalan ish kunlarida 200-250 bilan kirib ketsa bo'ladi. O'shandan o'zingiz qiynab ishlamasangiz. Srednich oyiga qancha to'g'ri keladi shunda? 1,5 deylik. 1,5 ming dollar. Ba'zi kamroq bo'lar. 1,5 da. Biz qayergadir parkovka qilishimiz kerak. Endi ukajonim, biz hozir podpischilar ham DMV ga keldik. DMV bu degani maligi davlat tomonidan ana GAIga boriladi-yu, mana tam shtraf bo'ldi, boshqa bo'ldi. Mana shu New Yorkda West 8dagi DMV'si deylik. Oybek bilan birga keldik. Sababi pravani nima desam bo'ladi? Meni pravam atmena qilishdi. 2 yil oldingi bitta shtrafim bor edi, to'lagan edim. Shuni hozir aniqlash uchun keldik biz. Qayerga olasanmi yoki Oybekjon, bu joylarda parkovka juda problema. Bu tarafga qo'ydirmay qo'yibdi bu yoq tomonaga. Endi sal
Hozir joy qidirib yuribmiz parkovkaga. Sekin kamperba o'lib ketmasin. Ukajonim, sen dastavkada ishlab tez haydaydigan bo'lib ketibsan mashinani. Sal sekinroq haydash kerak, baribir. Mana chiqayotgan ekan, bu taksist qo'ysa kerak. So'rash kerakmi balkim? Keyin so'raymiz. Taksistdan so'raymiz. Bro, You plan to park? you parking? You park here? Okay. Yeah. For YouTube, Uzbekistan. Okay. Mana bitta qoravoydan bu gapirtirmoqchi edim, o'xshamay qoldi. Ketib qoldik. Orqada mashina turib qoldi. Endi hozir bir amallab masjidimda o'ng tomonga double qo'yib turamiz, lekin bittasi chiqsa parkovat qilmasak bo'lmaydi. Mana masjidga keldik. Mana ichkarida ham parkovkasi bor menimcha, yurtchi. Yo'q, domniki u. Domnikimi u? Privat promet deb yozgan. Bir narsa yozgan ekan. Kirgizmaydi. Adashib, o'rnitasini orqasidan kirib olganman, keyin problema bo'lgani. Значит, haftada 1,5 ming so'mingiz bor. Oyda bu 6 ming so'm pul topasiz. Rasxodlaringiz. Oybejon, rasxod ko'p qilasizmi? Mashinadan boshlasak, mashina gibrid. O'sha aytganda bu do'rdash emas, doimiy mashinada yo'lama qaynab yuravermaysiz. Bitta, masalan, ishni yakunlash uchun 60% почти uni terishga ketadi, ya'ni klient zakaz qilgan itemlar deydi, ya'ni mahsulotlarni terib chiqishga ketsa, 40% uni dastavka qilib berishga ketadi o'sha vaqt. Bu degani demak, ko'p vaqt aslida o'zingizga bog'liq, o'zingiz ishlaysiz. Mashina ko'p yurilmaydi. Bitta zapravka qilganda почти 4 kun, 5 kun yuraman. Oyiga shunda maksimum 200 so'm rasxodingiz benziningiz. Benzin 200, endi 200 yashab yeb ichishingiz. 200 sug'urtasi bor. 500 mashina o'ziga ketsa, 1000 o'zimga ketadi. Yeb ichishingiz kvartirangiz bor, 1,5. Shunda 2000 bo'lyapti. 2000 rasxod bor. 4000 dollar toza pul topasiz. Men studentman, bilasiz, o'qishlarimga pul to'layman. Nyu-Yorkda yomon taraf bor, shuni aytib ketaymi. Bir oyda yo'q deganda 300-400 tikka tegilib qoladi. 300-400 dollar faqat tiketga, ya'ni jarimaga beriladi. Tushmayman degan taqdiringizda. Oybejon, maslahatingiz qanaqa? Bu siz tengilarga, sizdan kattalarga, yo endi to'g'rirog'i siz tengilarga bo'ladi. Amerikaga o'qishga kelish yaxshimi, zo'rmi? O'qishga kelish yaxshi, lekin o'qishlashga yaxshi emas. O'qish kerak-a? Hozir qiyinchilik bo'ladi. Birinchi o'rinda o'sha priority deydi, ya'ni afzalliklarni aniqlab olish kerak. Inson maqsadi pulmi yoki haqiqatda o'qishga kelib, o'qishni yakunlab nimadir bo'lmoqchimi? Bari financial freedom kerak hammaga. Masalan, buni o'zbekcha tarjima qilib bermasangiz, men podpischilarim to'kadi meni. Moliyaviy erkinlik kerak. Moliyaviy erkinlikka erishguncha, menga o'xshab, masalan, men magistrga kelganman o'zi, lekin 1 yilga til kursiga ko'chirib turib, 1 yil ishlab, pulimni qilib olib, odam miyasi joyiga keladi, qachonki puli bo'lsa, qachonki qoni to'q bo'lsa. To'g'ri. Shuning uchun 1 yilcha ishlab, keyin o'qishimga qaytib yana o'qishimni davom ettirmoqchiman. Shuning uchun birinchi o'rinda afzalliklarni aniqlab olib, kelib tinmay harakat qilish. Bitta narsani anglab yetish kerak. Chetda har bir ishlamagan kuningiz ertasiga o'sha kunga javob berishingiz bor. Zarar, ha. Bitta doim rasxod, masalan, yo'q deganda pul chiqaradi, yo'q. Hech narsa qilmagan taqdiringizda ham rasxod ketaveradi. Hisobmas. Endi bitta savolim, savolim deylik, mana nimalarimiz, podpischilar. O'zbekistonda mana biz bilasiz, ko'pchilik Amerika yomon, mana tiket bor, u bor, bu bor, problema. Lekin aslini olsa yaxshi joymi yo shu odamlar aytgandagi yomon joymi bu? Men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytaman. Men Koreyada yashaganman, 1 yildan ko'p. Yaponiyada yashaganman, Londonda yashaganman, Buyuk Britaniyada. Bu 3 ta davlatga nisbatan juda ham yaxshi. Ya'ni 3 ta davlatga nisbatan yaxshi. O'zbekistondan yaxshi emas lekin. O'zbekistondan albatta yomonlash niyatim yo'q, lekin O'zbekistondan ancha yaxshi moliyaviy tarafdan. Moliyaviy tarafdan, ya'ni pul taraflama. Erkinlik bor. Har qanday inson o'z onasini topib ketalarida, o'z nonini topib ketalar. Bizda sal qiyinroq shu masala. Buyuk Britaniya ham, Yaponiya ham, Koreya ham bu darajada orqada qolgan davlat emas. Ulardan yaxshiroqmi? Demak, men uchun hozirgacha Amerika eng buyuk davlat, ya'ni moliyaviy tarafdan, financial tarafdan eng buyuk davlat. Albatta kelish kerak.
Yani doim chetga intilishimning sababi shu aytganimda doim bir kuningiz uchun ishlamagan kuningiz uchun javob berishingizni bilib turib doimiy harakatda bo'lasiz, hech qachon to'xtab qolmaysiz. Bu yerda O'zbekistonda komfort bor, ya'ni ishlamasangiz ham kun o'taveradi, umr o'tib ketib qoladi. Shuning uchun kelish kerak. Kelish kerak. Albatta. Bu suhbatimiz birinchi qismi deb yakunlaymiz. Yana xudo xolasa Oybekdan intervyu olaman inshaalloh. O'zbekistonliklarga tilaklaringiz ukajonim. Tilaklarim nima tilashim mumkin? Doimiy maqsad qo'yishsin, maqsadga nima kerak bo'lsa chala emas, to'lig'icha qilishsin, shunda doim o'xshaydi. Amalga oshadi. Ukamizning yaxshi niyatlari bilan sizlar bilan Azizbek, xudo xolasa endi keyingi videolarda yana intervyularda ko'rishamiz. Sizlardan podpiska bo'lib, bitta ikkita like, mayli kommentariya, yomon kommentariya yozsanglar ham, yaxshi kommentariya yozsanglar ham Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'lasizlar, rahmat.